Urganch shahrida xalq deputatlari mahalliy kengashlarining fuqarolik jamiyati institutlari bilan o'zaro hamkorligi, aholi muammolarini hal etishda jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish masalalariga bag'ishlangan davra suhbati o'tkazildi. Yig'ilish xalq deputatlari viloyat kengashi kotibiyati hamda demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazi viloyat hududiy bo'linmasi hamkorligida tashkil etildi. Unda xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlari kotibiyat mudirlari va xodimlari, siyosiy partiyalar hamda deputatlik guruhi rahbarlari, nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari ishtirok etdi. Davra suhbatida mahalliy kengash va kotibiyatlar faoliyatini kuchaytirishning muhim jihatlari, hududlardagi ijtimoiy muammolarni o'rganish va ularni bartaraf etishda fuqarolik jamiyati institutlari bilan o'zaro hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, davlat grantlaridan samarali foydalanish, mahalla yettiligi va mahalliy kengashlar o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash bo'yicha takliflar ilgari surildi. Tadbir davomida mahalliy kengashlar tomonidan qarorlar qabul qilishda jamoatchilik fikrini inobatga olish muhim omil ekani alohida ta'kidlandi. Bizlarning asosiy maqsadimiz xalqimizning muammosini joyida ijobiy hal etish hisoblanadi. Yangibozor tumanida ham bu juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bizlarda jinoyatchilik oshgan, qizil hududga tushgan Yangiyob mahallasiga quyosh panelda ishlaydigan tungi chiroqlar hamda video kameralar o'rnatish taklifini bergan edik. Ana shu taklifimiz hozir inobatga olinib, bu taklif uchun 100 million so'm miqdorida mablag' ajratildi. Endilikda ana shu quyosh panelida ishlaydigan tungi chiroqlar va video kameralar ishga tushsa, jinoyatchilik albatta kamayadi, xalqimizning farovonligi oshadi. Kelajakda aholimizning muammolarini birgalikda ijobiy hal etishimiz uchun kerakli tartibda chora-tadbirlar belgilab olindi. Tadbir davomidagi o'zaro muloqotlarda ochiq va samarali boshqaruv tizimini shakllantirish, mahalliy kengashlar faoliyatida samaradorlikni oshirish hamda aholi bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yish borasidagi tajribalar haqida fikr-mulohazalar almashildi.